Qanday o'zi? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Mana quyoshlar chiqdi-ku. Ha. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sog'misizlar? Salomat, charchamay yuribsizlarmi? Mana hozir bitonimizni to'kamiz. Ozgina ishimiz qolgan. Mana stolaga. Ha, yashang. Ikkovi ham go'sht. Kadi, go'sht. Mana stolaga. Yashaylar. Har bittasi necha kiloda mana? 2 kilo 400, 2 kilo. Uchi. 4 kilo 400. Buni 10 mingga berdi. Nimadi? Kadi. Ha, kadi ham oldi. Ha, bu kadi 10 ming so'm aka. Bering-da. Kilosi 10 ming. Ikkovi 10 ming keldi. Ye bilan, ana mantini qildim, kadi manti bilan. Ha, ya. Go'sht olamiz. Bunlarni endi qancha qator qoldi? U bo'ldimi? Mana tashqari olib chiqinglar. Tashqari o'ttinglar-da. Mana uni bering, ovqat qilsin. Bering. Yerga biz ochib. Bo'ldi, chiqing qani. Xudo xolasa mana aziz yurtdoshlar. O'zi mana armaturalar ham kiyibdi manaka. Bu taraf ham armatura, bu taraf ham armatura, hamma joy armatura bo'libdi. Xudo xolasa bugun betonlarni ham qo'yilsa kerak. Likelarni bosinglar. Ishlarimiz paka bor. Xudo xolasa yana keladi. Bu xonamiz. Assalomu alaykum. Usta bova. Assalomu alaykum. Hormang, charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlar zo'r. Xudoga shukr. O'zi qanday? Yaxshi. Umidboy. Qandoqsiz? Yomon. Nima ya? Yashasin Umidboy. Xudo xolasa mana aziz yurtdoshlar, ishlar avjida. Doyi, bugun betonlar qo'yiladimi? Ha, betonlari qo'yiladi, mana qarqas qo'yiladi, hamma tepasi, hammasi qarqas bo'ladi. Oldi qarqas bo'ladi, yonboshlari orqasi qarqas bo'ladi. Xudo Olib xolasa. kelsalar qarqasini bilan olib kelsalar, polni o'rnatiladi. Bo'lib keladi. Tepasi bo'ladi. Hozir oynaniga taxlab turibdi bu yerda, tagiga. Permichkalar olinadi-da hozir. Permichka ustidan Menimcha mana shular permichka yaqinlabdim deyman. Ana birisi tayyormish. U? Ana bera. Taginiki. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qandoqsiz? Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Ishlar zo'rmi? Nima gaplar? Ha? Nima kayfiyatingiz yo'q? Oydi. Olaylik-ding, ishlaylik-ding, turinglar-ding. Azı bo'y. Isamo ketamo o'zi qo'yadi. Ana. Qayerga ketasiz? Kelin topdingizmi? Topilmadi. Bo'lmagan sizga. Girbaychi. Uchiymi? Hozir biz 3 ta istayman adam. Bu nechtaga sizga? 1.20 ketish kerak ana. Uyada g'ishti. Uyada g'ishti, qiyinpatki. Ha, mayli bilganlaring. Yangi ustomchilar. Yo'q, prezident ishlayapti. Qilishga Kerak dolbe Rossiyaga ishlab kelgan bilan. Ha, sizchi? Ha? Siz. Men Rossiyaga ishlab kelganimcha mana shular qilyapman hammasini. Katta ustasizda o'zi, ha? Og'a siz zo'risiz deydi-ku. Umidboy nima xafa-ey? Uylangiz kelyapti-da, shucha xafa. Kelin yo'q-da. Kelin topish kerak-da. Shuni aytaman-da. Shu boja qilsam bo'lsin. Shunday qilish kerak. Boja qiling bo'lmasa. Shundaymi Umidboy? Boja qilaman deyaptilar. Boja bo'laman deyapti. Boja bo'laman, yerga bo'laman. Bitta kefir yaxshi chiqdimi? Manzalda. Ha, chotki. Chotga Boja chiqdi. qilyapsam hali o'zim gap kerak-da. Xormang usta bor. Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi? Nima charchayapsiz ukajon? Kayfiyatingiz yo'q nima ya? Kayfiyatim a'lo, dono.
Ha. Kichkina ishqomat olib o'tchi. Shundagina o'ltib ketayin-da endi men. Stokini. Assalomu alaykum. Xola yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Xudoga shukr. Assalomu alaykum. Qandoqsiz? Siz yaxshimisiz? Yo'q. Qo'lni ushlab qo'yaylik ha. Zo'rmi? Ko'rinmaysizmi? Yuribmiz-da. Ovqatcha bo'libdi mana. Zut tashlab xudo xolasa obed. Akaraska bilan o'rdak go'shi. Hazillashma, mol go'shti. Ha, mol go'shi. Aldaysan. Aldaysan, sardor deng. Hech kelida go'sht. Qo'y go'shti. So'ramaysiz. Qo'y go'shti deng. Yo'q, allanaro. Go'sht go'shti, qo'y go'shtilar, mol go'shtigacha. Nima qilaman? Shunday. Mol go'shti ham go'sht, qo'y go'shti ham go'sht, hammasi. Xuddi shunday. Qayda bordi deyishdi ustalarni. Gazxona islom qilib beradi. Xudo xolasa. Islomdan yordam gazxona. Ha, xudo xolasa. Bizda ham podpisчиклар bor. Nima deysan, islom? Shuni ayting. Bo'ya, shukur. Xudo bergan gazdi. Shunday. Sizga bir nima deb bo'lmaydi. Birdan haydab yuborasiz hammani. Mana aytishdi kecha menga ustalar. Ustalarga yolg'on aytgan. Haydab yubordi bizlar borsa. Yolg'onni men bo'g'ona qilganda. Sizda. Men haydamayman ustalarni. So'q kunlari ko'cha o'tirib bular uyga kirgizib o'tiraman. Men haydab shunday qilaman. Mayli deb. Mayli nima desa deysiz ustalar. Hammasi o'zimniki, hamma bo'lmayman. Hammasi o'zimniki. Begona yo'q deyin. So'kadimi, urishadimi, yomonladimi? Hammasi o'zimniki. Hazillashaman-da. Yo'q, xafa bo'lmayman hech kimdan. Hozir birovga xafa bo'lish nima zamon emas. Hozir birovni haydaydigan zamon emas. Haydamayman, islom haydasam bo'ladi. Nima haydaysiz? Hamataman lekin men. Islomni yomon ko'raman-da shuncha. Nima yomon ko'rasiz? Gazxona qurib beraman deyapti. Qurib bermasin, nima kerak gazxona? Qurbesin Yaxshi manda. emasmi? 2 etажga bo'lsa uyingiz. Ha. 2-chi etaj gazxona qilsangiz yomonmi? Ikkinchi. Balkonni gazxona qilasiz. Ana qo'shnilar kelinglar deb o'tiraman, ketib Ha. Shirin ovqat pishirdi. Hammani chaqirasiz-da. Ya pasdan bilinmaydi-da, tepadan qilib tarqaydi-da. Yo'q, Ana. Ovqatlar qilib tepadan tarqaydi. Gaz yo'q. Sizga almaturan qo'yaman. To'qishga oson bo'ladi. Bunday to'qilmaydi. Eshik deraza qilasizlarmi birinchi, yonboshni qilasizlarmi? Yonboshni birinchi ochib. Eshik derazani hozir bittasini qilaylik-da. Hozir yonboshni to'qiyapti. Saylaversin. Mana bu karkar buni to'qa, derazani to'qa. Eshikniki derazani. Nechiligida? 1,5 ligida. 1,5. Mana o'nta kitoda. Bitta to'qqasi qoldi. Bitta armaturani to'qqasi. Ha, balandlik. Aha. O. Ko'rdingizmi? O'rganing. Momomga borib berib. Illatib to'g'raydi endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, mehribonlarim, jigarlarim, hormanglar. Kattamasdan ishlab yuribsizlarmi? Bitta nafas oldim. Charchamayapsizmi? Yo'q, mana Nima kayfiyatlarsiz? kayfiyat a'lo. A'lomi? A'lo bo'lsin. A'lo. Havo ham a'lo-ki. Havo ko'rdingmi? A'lo. A'lo. Bugun nima? Fundamentlar qo'yiladimi? Dollar bo'yana. Apalavkalar o'rnashdi. Apalavkalar qachon keladigan bo'ldi? Hozir bular taqlaylik. To'qib, karkasmi? Taqlaylikda keyin birdan olib kelamiz. Xudo xolasa. Pul kerak, pul tushmayapti o'zi. Ukanam pul bor bo'ladi.
Jamasi 4 ta shu. Deraza to'rtta qilu. 4 ta ku. Ya mana halqani aytaman. Ha, ha. Tushadi deyapman. Yo'q, bunga to'rtta. 3ta bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Kam deysiz? Kam. Sizlar normalmi? Ha, 40 qo'yadi. Normalmi. Bu nima vazifam? Bilmaydi. To'rtovni ishlab turadi. Armaturani. Ose to'rtta. Termichkada bu termichka. Sog' bo'ling. Alamin rahmat. Aylantiraveraveradi, o'zi kirasa kiydirib qo'yadi. Nima bilandir qilaydi-da. Simira bog'lab keyin qilinadi. Ha? Simira bog'ladi shular. Bittasini buzda. Kurchoq yasab bo'ladi. Mana shu bog'lanadi. Ya uni bilamiz, biz. Siz o'shana qiling. Mana buni simni o'tkazib, aylantirib kiysiz to'qiladi-da. Bittasini kiysib kurchoq qilishni bilasiz. Prosta ambur borda, ambur borda. Nima qilmaydi? Bog'lab Suvat beraman. chiqib ketmaydi sizda. Az bog'lab beraman. Siz chiqilasiz. Keling. Hech kelmaysiz, bu. Farsajlarmi mana? Uchib kelinglarga. Ne işte bakın nima qiladi? Telefon qistirishlar. Bog'laydi, tamom. Ana nima qilib Bularni nima Yo'q, kelaman. Mana nima bilan qilamiz? Day ambur bilan qilaymişmi? Ha? O'qigan-da u. Doy o'qigan u. Ikkita kurchoq bilan mana 3 ta. Kun zakasni kun bo'layapti. Quyoshda sig'ib, charaqlab turibdi. Mana shunga foydalanib, aylaki kurchoq kerakmi? Borajan kana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, charchamayapsiz? Assalomu alaykum. Nechta kal charaqlaydi uni? Ha? Toshda bunday qilib Havle mana ikkita kalni kallasi mana kuyapti. 70 ta kalni kallasi kuymasa yo'q deydilar. Yo'q, Mashina kun bo'lib tursa ishladi ishlar. Odam 12 gradus ishlaydi. Ertaga nima endi ketgan. Ertadan keyin yomg'ir bo'ladi, yomg'ir nimalar tushdi. Lekin fevralni boshida Ana, to'sha like-larni bosib, gumburda turinglar. Karkas o'qish boshlandi. Ta'sirda atqoldi. Tishari kim olib Xudo xohlasa mana hozir